Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli körürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Ötken yılı Xitay hakimiyetining yuqumning oldini olish karantin tadbirlarini bahona qilib, butun Sharq Turkiston miqyosida qattiq qamal qilish siyosatiga yo'l qo'yib, ko'plagan Uyg'urlarning ochliqdan va davolanishsizlikdan o'lishiga sababchi bo'lishi va 24 noyabr kuni Urumchi Tangirtog' rayonidagi bir ahilliklar binosiga o't ketib, ko'plagan insonlarning o'lishi va yorinishi butun dunyoning kuchli diqqatini qo'zg'agan edi. Ayni vaqtda Xitoy doiralari o't ofatida 10 kishining o'lganligini, 9 kishining yaralanganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo yerlik aholilarning ijtimoiy taratqularda o'lganlarning soni Xitoy taraf e'lon qilgan sondan ko'p ekanligi, o't ofati yuz bergandan keyin xil uzungacha o't o'chirish mashinasining naq maydonga kelmaganligi, bu sababdan binoning 15-qavatiga ketgan o't butun binoga shiddat bilan yayilganligini tarqatgan edi. Dünya Uğur Qurultayı 22 noyabr Urumchi o't ofati haqida maxsus bayonot e'lon qilib, 24 noyabr Urumchi o't ofatida qazo qilganlarni eslaydiganligini bildirdi. Ayni vaqtda o't ofati dunyo miqyosida tanilgan oq qog'oz namoyishi, aholilar suratga olgan va Xitoyning ijtimoiy taratqullari tarqatilgan sinlarga qarta qo'zg'algan bo'lib, doiralarning o'tqa unumlik taqobil tura olmaganligi oshkorlangan edi. Fuqarolar Xitoyning asosli shaharlarining ko'chalariga chiqib, COVID-19 sababli qattiq qamal qilish tadbirlariga norozilik bildirib, hukumatning tekshirishiga simol qilingan quruq qog'ozlarni tutib namoyish qilgan edi. Namoyish nihoyat tezla Shanxay, Beijing, Wuhan va Xitoyning boshqa shaharlariga kengaygan edi. Xitoy doiralari namoyish qatnashgan kishilarni tezlikda bostirib qo'lga olgan va nurg'ulg'an kishilar izlariksiz g'oyib bo'lgan edi. Bularning ichida 19 yoshli Uyg'ur o'quvchi Kamila White bor bo'lib, u ayni chog'da Undidorda namoyish ko'rinishlarini hambarliglik uchun g'oyib bo'lgan va keyin oshqunlikni targ'ib qilish jinoyati bilan ayblanib kesilganligi aniqlangan edi. Ayni chog'da har xil shaklda namoyish va ta'ziya harakatlari o'rinlashtirib, o'zlarining noroziliklarini butun dunyoga jakarlagan muhojirat Uyg'ur qarindoshlarimiz bu yilmi Urumchi o't fojiasining 1 yillik munosabati bilan o'zlari turishliq davlatlarda har xil shaklda xotirlash va Xitoy qarshi norozilik harakatlari olib bordi. 24 noyabr Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasi tarafidan 24 noyabr Urumchi o't ofatining 1 yilligini xotirlaymiz degan temada maxsus suhbat programmasi o'tkazildi. Programma qatnashgan Dünya Uğur Qurultayıning raisi Dolqin Aysa va Qurultay qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining ijroiya direktori Mehmet To'xtapandilar suhbat jarayonida Urumchi o't fojiasi va uning orqa ko'rinishi haqida intayin muhim uchurlar bilan ta'minlash bilan birga muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarimizni fojiali kunlarni xotirlab qo'yishning kifoya qilmaydiganligini, butun Sharq Turkiston xalqining umumyuzlik safarbarlik kelib, Xitoyga birlik sap bo'lib qarshi turishining to'liq zarur ekanligini ta'kidlashdi. Programmaning tafsilotini stansimizning YouTube kanalidan to'liq ko'ra olasiz. Onundan boshqa yana Qozog'istondami Dünya Uğur Qurultayıning chaqirig'iga binoan har qaysi yurt va mahallalarning yigit boshlari va yurt oqsoqollari yig'ilib, Urumchi o't fojiasida shahid bo'lgan qarindoshlarimizning ro'yiga atab Qur'on tilovat qilishdi. 24 noyabr Angliyaning poytaxti Londonda Dünya Uğur Qurultayı, Angliya Uyg'ur jamiyati, Uyg'ur harakat tashkiloti va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtat tashkilotlari birlikda namoyish o'rinlashtirdi. 24 noyabr Kanadaning Edmonton shahrida Alberta Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishida Urumchi o't fojiasida shahid bo'lgan qarindoshlarimizni xotirlab namoyish olib berildi. O'xshash kunda Amerika Uyg'ur jamiyati 24 noyabr Urumchi o't fojiasi haqida o'zlarining Facebook sahifasida qisqa video e'lon qilib, shahid bo'lgan qarindoshlarimizni xotirladi. 25 noyabr Shvetsiya Uyg'ur birligining o'rinlashtirishida Urumchi o't fojiasida shahid bo'lgan qarindoshlarimizning rasmlarini tutib namoyish qilish bilan birga ularning ro'yiga atab Qur'on tilovat qilishdi. Onundan boshqa yana qolgan davlatlarga qarindoshlarimiz turli xotirlash faoliyatlari o'rinlashtirdi. Keyingi xabarlarimizda bu haqda taqim tafsiliy ma'lumot berishga tirishamiz. 19 noyabr Halifax bexatarlik munbirini tugitib, 20 noyabr Torontoga yetib kelgan Dünya Uğur Qurultayıning raisi Dolqin Aysa apandim shu kuni kechda o'zining Xitoyning erkinlik to'zg'i nomli kitobining 2-nashrining tontish faoliyatiga qatnashish bilan birga Torontoga kitob tanishtirish faoliyati uchun yiroq yaqindan kelgan Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan suhbatlashib, ularning turli savollariga astoydillik bilan javob berdi. Torontodagi faoliyatlarini tugitib, Kanadaning poytaxti Ottawaga yetib kelgan Dolqin Aysa apandi 22 noyabr Kanada parlament binosining oldidan stansimizning ziyoratini qabul qilib, 24 noyabr Urumchi o't ofati haqida so'z qilish bilan birga Kanadadagi ziyorat haqida ma'lumot bergan edi. Shu kuni Kanada Konservativlar partiyasining parlament a'zolari bilan ko'rishgan Dünya Uğur Qurultayı, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi va Kanada Sharq Turkiston jamiyatining hay'atlari uchrashish jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishda
Uyghur mecburi əmgiki və mecburi balı işçi əmgəklərə qarşı Kanada hökumətinin aldığan tədbirləri və konkret qədəm basqıçları haqqında təfsili sözləşib, özlərinin tələblərini o'ttirib qoydu. Uçurishdan keyin Dolqin İsa əpəndim bu haqda ekst qilgan so'zida Kanada Konservativlar partiyasi a'zolari bilan ko'rishganligidan to'liq mamnun bo'lganligini, ularga Kanadadagi Uyg'ur davosining parlamentda izchil yangrab turishiga turtki bo'lganligiga minnatdorligini bildirish bilan birga, buningdan keyin hamkorlashib Uyg'ur davosida texmi mo'l natijalarni qo'lga keltirishga tilakdoshligini bildirdi. 23 noyabr o'xshash hay'at Kanada Liberal partiyasining Samir Zubayri boshchiligidagi parlament a'zolari bilan ko'rishdi. Uchrashish haqida ekstra ma'lumot bergan Dolqin İsa әпәндем Ottavada Kanadaning Liberal parlament a'zolari bilan unumli suhbat ilib borganligini, Samir Zubayri boshchiligida ilib berilayotgan Kanada 10 ming Uyg'urni yetkash plani haqida so'zlashganligini va ularga Kanadadagi Uyg'ur haqlarini qo'g'dash uchun qo'shgan töhfalarga minnatdorlik bildirganligini ifoda qildi. O'xshash kunda Ottavada Dolqin İsa әпәнденең Xitoyning erkinlik to'ziqi nomli kitobining 2-chi qatimliq tonishtirish faoliyati o'tkazildi. Faoliyatga Ottawa va atrofida turishliq Uyg'urlardan sirt Kanadadagi har qaysi siyosiy partiyalarning parlament a'zolari, kuzatuvchilar, adiblar va kishilik huquq faoliyatchilari qatnashdi. Faoliyat so'z qilgan Dolqin İsa әпәндем kitobining ro'yobga chiqishi haqida to'xtaldi va faoliyatga yaqin yiroqdan qatnashgan barliq aziz mehmonlarga rahmatini bildirdi. Faoliyat qatnashchilari kitobga yuqori baho berish bilan birga o'zlarining ijtimoiy aloqa vositalarida tarqitib, egashkuchilarga Xitoyning erkinlik to'ziqi haqida tafsiliy ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lganlarning kitobni cho'qim setib olish kerakligini tavsiya qilishdi. Uningdan boshqa yana 24 noyabr kuni Urumchi o't fojiasining 1 yilligini Dolqin İsa amirligidagi bir qism hay'at Kanadaning Quebec parlament a'zolari bilan xotirladi. Bir haftalik Kanada ziyoratini muvaffaqiyatga oxirlashtirgan Dolqin İsa әпәндем 26 noyabr Myunxenga salomat yetib keldi va shu kuni Shveysariyaning Jenva shahriga BDTda o'tkaziladigan Osonliq millatlar munbiri va savdo va kishilik huquq munbiri qatorliq yig'inlarga qatnashish uchun yurib ketdi. Belgiya Leuven universitetida 21 asrdagi insoniyat qarshi jinoyat va xalqaro tashkilotlarning roli degan temada muhokama yig'ini olib berilgan. 24 va 25 noyabr kunlari ilib berilgan mazkur muhokama yig'inida Uyg'ur irqi qirg'inchiligi asos tema qilingan bo'lib, Gollandiyadan Jasur Lagershaydi Qalbinur Sidiq xonim, Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Akbar Tursun va Angliyadan shoir Aziz Isa Alkun әпәнdilar Xitoy hokimiyati ostida Uyg'ur xalqi duch kelayotgan qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat paketlarining guvohchisi va ziyonkashlik uchurg'uchisi sifatida so'z qilgan. Yig'inning tunji kuni Aziz Isa Alkun әпәнди Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining tarixiy arx ko'rinishi haqida so'z qildi. 25 noyabr yig'inning oxirgi kuni Akbar әпәнdining tarjimonligida Jasur Lagershaydi Qalbinur Sidiq xonim Xitoyning jazo lagerlari va u yerdagi inson qalbidan chiqqan jinoyatlar haqida guvohlik berdi. Oxirida Qalbinur Sidiq xonim bu faoliyatlarimiz vatandagi chorsiz xalqimiz uchun manfaatli bo'lg'isi degan orzusini ifoda qildi. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.